Sotuvchilar hozir sizlarga aynan shu diskani taqib Onyx mashinasiga qanaqa turishini hadovoyi qanaqa o'zgarishini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni ko'rdinglar, qanaqa turishini diskamiz. Endi sizlarga hadovoy o'zgarganini ko'rsatib o'tdi. Hozir mana ko'rasizlar, valni yo'lida yoki yomon bo'lgan yo'lda yuramiz. Qanchalik darajada yumshagan, vibratsiyalar yo'qolgan, o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Ko'pincha oldan boshlanadi. Yo'lda uje valnalar boshlandi. Yo'lda uje valnalar boshlandi. O'zini 16 razmerligi bo'lsa, bu yerdan yurg'izmaydi. Ko'rayotganingizdek, valnali joylari o'zini 16 razmer, zavodskiy razmer mana xuddi shunaqa yurib bermaydi. Sababi o'zini diskasi og'ir, vibratsiya berib yuboradi. Hadovoy to'kib tashlaydi o'ynatib. Nimaga 17 razmerga alishtirgan bo'lsa ham yumshoq yuribdi? Sababi bizning diskamiz yengil hisoblanadi. Imperial balon bilan juda ham yumshoq bo'ladi. Shuni hisobiga sizlar hadovoy qildirmasanglar bo'ladi, rasxod qilib. Hadovoylar 80-90% ga o'zgaradi. Bemalol yursanglar bo'ladi. Biz qishda zo'r yurib beradi. Bemalol taqsanglar bo'ladi. Hech qanaqa diskka deformatsiya yoki brak chiqishi, unaqa narsa yo'q. Xudo xolasa, eng zo'r variantlarni qilib beramiz. Bemalol do'konimizga kelsanglar bo'ladi. Mashinalarni yumshoq qilib beramiz.